Assalomu alaykum aziz ujo xohishistayda bo'lgan aziz obunachilar. Mana bugun xudo xolisa sizlarga juda ham yaxshi qulay lokasiyada joylashgan quruq yerimizni obzorini qilib o'tamiz. O'zingizlar ko'rib baho berib, o'z yaqininglar bilan ulashib, shunaqa ulug' ayyom kunlarda xayrli ishlarga, savobli ishlarga sababchi bo'lishinglarni xohlab qolamiz. Aziz obunachilar, bu joyimiz qayerda deb so'rasanglar, xudo xolisa bu joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Birlik mahalla fuqarolar yig'ini Qoraqipchoq ko'chasi 6-xonadonimizdan obzor qilamiz. Bu xonadonimiz hozirgi joyi xudo xolisa bu Yangi Toshkent, Yangi O'zbekiston tumaniga qaraydi. Xudo xolisa mana o'zingizlar ko'rasizlar, hozir baho berasizlar. Bu yerimizni akamiz Tohirjon mashinchadan ham bermadim ekan. Butlar Yangi Qo'yliq bozor, Stroy bozoriga juda ham yaqin. Shunda orqa tarafida joylashgan, o'shaning uchun ham ukam mashincha bo'lsa sotaman deyaptilar. Aziz obunachilar, bu joyimizda gaz, suv, svet, internet, taksi xizmati, marshrut juda ham yaxshi. Mana bundan hozir 150 metr chiqsangiz katta Toshkent, Bektemir, o'sha Toshkent yo'li ko'chasiga chiqasiz. Food City o'sha Yangi Qo'yliq chorrahasidan mana shu xonadonimizgacha 1 kilometr chiqadi yo chiqmaydi. Xudo xolisa o'zingizlar tomosha qilinglar, kuzatishni davom etib, o'z yaqininglarga ulashib, ularni ham uyli, joyli, vatanli bo'lishiga sababchi bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'ling, yaxshi deb ko'rishing.